Bugun sizlar bilan hammamizga kerak bo'ladigan AutoCAD dasturini 1 daqiqa ichida to'g'ri o'rnatishni o'rganamiz. Bunaqasiga hatto sun'iy intellekt ham yordam bera olmaydi. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi navbatda kompyuterimizdagi himoya bosqichlarini vaqtinchalik shu tartibda o'chirib turamiz. Bundan tashqari, kompyuterimizga ulangan internet tarmog'ini vaqtinchalik o'chirib turamiz. Endi esa Telegram kanalimdan yuklangan AutoCAD programmasi papkasiga kiramiz va o'rnatish dasturini yuklaymiz. Ushbu oynada I accept qilib next tugmasini bosamiz va joyini belgilab yana next tugmasini bosib yuboramiz. O'rnatish yetarligicha ko'p vaqt oladi, ungacha CSGO ni bosib yuborsanglar ham bo'ladi. O'rnatilgandan keyin Launch Now tugmasini bosamiz. Undan keyin Enter Serial Number knopkasini bosamiz. Endi esa dasturni aktivlashtiramiz. Bu uchun bizga qo'shimcha crack dasturi kerak bo'ladi. Unga kirib olamiz va serial registr raqamiga 66696969 ni kiritamiz va u bergan dastur bergan kodni GX4C dasturga kiritamiz. Undan patch qilib qaytadan o'sha kodni manda kod bor bo'limiga quyidagi tartibda kiritib olamiz va next tugmasini bosamiz. Qarabsizki, dastur aktiv holatga o'tadi. Shu kabi foydali kontentlarni o'tkazib bormaslik uchun sahifamga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar va keyingi video mavzusini kommentariyaga yozib ketinglar.